Hoş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbel alamin. Bugün kelgan dersimiz bolsa Seyyid Muhammed Alavi Maliki rahimahullah yazgan El-Kavaidul Asasiye fi Mustalahil Hadis degan kitapning muallaq degan babaga kelib to'xtalgandik. Bu yerdan boshlaymiz. Muallaq. Endi muallaq hadis degan qanday hadis desanglar, esib qolgan degan gap, esib qolgan. Ya'ni Buxoriy mesela İmam Buxoriy mesela ve qala al-Buxoriy yoki rawal Buxoriy anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam desa, bu hadisning burada muallaq, ta'liqan. Tushundingmi? Ya'ni ravi, hadisin baş ravisi bu hadisni aşu ya bir ravi bir şart nima cho'qim shu rivoyat hadisni rivoyat qilgan raviyning ustozi shayxi tushungan bo'lishi shart. Cho'qim shu hadisni rivoyat qilgan ravi baş ravi ya İmam Buxoriy, Abu Davud, Nasai degandek shu hadisni rivoyat qilgan baş raviyning shayxi tushungan bo'lishi shart. Undan keyin 1 2 3 4 5 hatto payg'ambar sallallohu tushib ketsin bo'laverdi. Lekin cho'qim ashnimadan sanatning avval tarafından ya'ni şu İmam Buxorining ustozi mesela shu qilgan bo'lishi shart. 2 3 4 5 6 kesin bo'laveradi. Eng tuvanda bir undan keyin shu sanatning avvalini shu qilgan bo'lishi shart. Shuning uchun ismini muallaq deb ataladi. Ya'ni muallaq degan bi fathil lamil mushaddada. Ya'ni lam mushaddadaning zibr bilan deydi muallaq, mualliq emas muallaq. Ya'ni ism qo'yilgan hadis degan gap. Ma'khudun min ta'liqil jidal va nahwi. Ya'ni tamg'i bilan ism qo'yish. Yoki tamni o'xshash bilan ism qo'yish degan, tamg'i bilan ilib qo'yish, ism qo'yish degan gap. Ya'ni ravilarning ismini ilib qo'ygan gap ekan. Qator bu chiqadimi, yangi ilib qo'yish degan gap. Lima yashtariku fihi al-jami'u min qat'il ittisal. Ya'ni nimaga ism qo'ydi desa, anda nimasigiki yashtariku fihi degan shirklashuv nimasida al-jami'u hammasi min qat'il ittisal. Yani qat'il ittisaldan ibaret. Ulanishni uzib o'tishdan ibaret. Hammalarga sheriklashadigan narsaga. Hammalarga demak, shu Buxoriy masalan, o'zining ustozini tortib toki Rasululloh bo'lgan sanatni hammasiga ishtirok qilib sheriklashadi bu narsa. Hammasini Alloh taolo edi. Shunday narsaga ta'liq qilib qo'yish degan bo'ldi. Endi buni kim lug'at ma'nosida qo'ydi, masalan, lug'at ma'nosi, miyadagi hamda istilohiy ma'nosi va huwa el-hadithu allazi hudifa minhu avvalul isnad. Yani isnadning avvali hazb qilingan hadisdir. Isnadning avvali deganda qolsa, ya'ni bosh ravi o'zining shayxini nima qildi? Sanad shayxini so'zlamadi. Savaun kana al-mahzufu wahidan aw akthar. Ala at-tawali aw la. Ya'ni u hazb qilingani bir dona Buxoriyning shayxidan bo'lsin. Yoki 2 3 4 5 olib ketsin. Yoki al-tawali aqmaq hazb qilingan aqmaq 2 3 olsun. Yoki miyadin bir bo'lsin, o'xshash. Velav ila ahiri. Agarchi oxir o'tolmaydi. Qala Buxoriy, qala Nabiy alayhisalom ismi, bo'ldi. Bunday atildi muallaq. Endi sizga ma'da munqati deganni bilgan edi, munqati degan bilyadin uzilish degan zaman bilyadin yoki aqmaq bo'lmay chiqib 2-3 yil uzilib qolsa munqati bo'lgan. Undan keyin mu'dal degancha aqmaq 2 yil uzilib qolsa mu'dal bo'lgan. Endi muallaq degancha buningdagi shart cho'qim isnadning avvalidan biladi. Shayxniki hadisning ravisining shayxi. Unday qadar buzmaydi. Xo'sh, misaluhu endi bu hadisning misoli, muallaq hadisning misoli qanday desa, ay yaqul ar-rawi masalan, rawi mundaq degay. Qala Rasulullah. Ya'ni rawi kim bo'lishi qadar, ya Buxoriy, ya Abu Davud Tirmizi. Qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam yoki nimaga, u nima bo'lish kerak? Rasulullohga ko'tarildi. Aw qala Abu Hurayra kim ko'tarildi? Sahoba ko'tarildi. Ya marfu qilib Rasulullohga ko'tarildi, ya mavquf qilib sahoba ko'tarildi. Aw qala Az-Zuhri deb nima qildi? Maqtu qilib nima ko'tarildi? Tabi'i ko'tarildi. Hakada. Bila sanad bayan qilmasdi. Ma'a anna baynahu va bayna Nabiy sallallohu alayhi vasallam va sahabi va tabi'i akthar min rawi. Ya'ni shu shart bilanki uning orasida va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orasida va sahabining tabi'in orasida bir raviyning ko'proq ravi bor. Uzilib qilish bor. Uzilib qilish bor turib, shunda ulug'onligini nima bo'ladi?
muallak, ta'liq da atıldı. Baybatın Bukhari çıktı ta'liq da şu qancha bir raviyde çap qo'ysa misol. Bukhari o'zining shayxini tashlab qo'ysa, shayxini tashlab qo'yib ulasa, masalan qala Zuhayrun deb ketdi, o'zining shayxini tashlab qo'ydimi? Bu shuni deb ataldi ta'liq. Tushundingmi? Qachon bilib oldim shuni. Va yadkhulu fi hada ta'lifi kullu ma lam yakun muttasilan. Bu ta'lifga muttasil bo'lmagan hadis hammamiz kirib ketadi. Siz muttasil deganda muttasil degan hadis bosh ravi Imom Buxoriy tatib Rasululloh bo'lgan jimin bilan ulashgan edi, zanjirsiz ulashgan hadis muttasil bo'lgan. Undan boshqa hammasi bunga mushtahil chiqib ketishi mumkin. Masalan maqtu ulamdu marfu ulamdu masalan muttasildan boshqa hammasi unga nima qilishi mumkin? Kirib ketishi mumkin. Musnad kirmaydi. Va yakhrujul muttasil chiqib ketadi o. Hükmü nima bunun desa, hükmü muallaqning hükmü daif. Ennehu daifun lil jahli bi hal mahdufi min as-sanad. Çünkü şu sanadni nazb qilingan odamniki ahvolini bilgili bo'lmaganlik uchun kim bor bu yerda? Bu sanadda biz kim borligini, bu sahih odam bormi yoki kasal odam bormi, sog'lom odam bormi yoki adil emas odam bormi bilmaganlikni nima ta'liq edishniki hukmi zaif bo'ladi. Ammo Imom Buxoriy ta'liq qilsa, Imom Buxoriy bir yerda ta'liq qilgan hadisni yana bir yerda sanad bilan keltiradi. Biz uni bilganligimiz uchun nima sahih deb qilaveramiz. Ammo boshqa raviylarnikini bilmaganligimiz uchun nima hukmi nima bo'ladi? Zaif bo'ladi. Endi kelgan shakl turi bo'lsa, hadislarning turlaridan al-musalsal. Hadithun musalsalun. Musalsal hadis degan gap, musalsal degan zanjirsimon degan gap, zanjirsimon. Zanjirsimon ulashgan degan gap. Ya'ni musalsal hadis degan gap masalan bir ravi bir hadisni tabi'i o'ziniki bosh shayxini ulab Rasulullah'niki bir ma'lum bir holatini o'xshash holatda rivoyat qilib ketadi. Rasululloh masalan at-taharruk shafatayn degan masala deb bergan inson bormi? Buxoriyniki boshda Peygamber Aleyhisselam'a vahiy kelganda Peygamber Aleyhisselam kalbini müdürlat tuttu. Cebesem kitip okuyan duasam bu deb unutib qolishdan qo'rqib. Shu chaqda Alloh taoladan la tuhalik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alayna jam'ahu va Qur'ana degan oyat nozil bo'ldi. Mana shu ochaqda hadisni rivoyat qilgan sahabe kalbini müdürlatib berdi. Rasululloh mundan müdürlatgan deb. Uni tabi'i mana bu sahabe mundan müdürlatgan deb ko'rsatdi. Tabi'i mujdan müddatqa deb ko'rsatib toki Imom Buxoriy rivoyatchi hammasi o'xshash müddatib endi rivoyat qilgan edi. Mushadisinde batın musalsal bi tahriki şefa. Bi tahriki şefeteyn deb ataldi. Tushundingmi? Yani mushundaq. Yani har xil shaklda usulini bayon qiladi. Musalsal degan mena tasalsul. Tasalsul chiqqan, ya'ni zanjirsimon ulanish degan gap. Va hiya lug'atan at-tatabu. Lug'at musalsalning tasalsulning lug'atdagi ma'nosi nima? At-tatabu. Arqı kelish, ulunush degan gap. Va istilohdagi ma'nosi bo'lsa, huval hadithul ladzi tabarada rijalu isnadihi wahidan fa wahidan ala halatin wahida aw sifatin wahida. Yani bu hadisning sanadining aylari, yani raviylari birdan bir holatda yoki bir xil sifatga kelgan. Bir holatda Rasulullohning ma'lum bir holatini so'zlab yoki ma'lum bir sifatini so'zlab o'xshash bir sifatini o'xshash holatda kelgan hadis nima deb ataladi? Hadis musalsal deb ataladi. Valit tasalsuli anwa'un fa minha yakun. Endi musalsal hadisniki yani bunda musalsal hadisning bir qancha turlari bor. Fa minha u turlardan ayyakun tuangidek. Endi birinchisi musalsal hadisning birinchi turi fi ahvalir ruvatil qawliya. Yani ravilarniki fi ahval ruvatil qawliya degani yani fi ahvali al qawliyati lir ruvat degan bo'ldi. Yani ravilarniki gap so'z holatlarida. Ravilarning gap so'zga oid holatlari haqida bo'ladi musalsal. Kaqavlina Peygamber sallallohu alayhi vasallam'nki Muaz radhiyallohu anhu'ga qavliga o'xshash masalan. Ya Muaz inni uhibbak. Ey Muaz, men seni yaxshi ko'raman. Faquldu barakullu salat. Anda o'qigan har namozning keyinida Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatika degan dedi. Fa inna kulla wahidin min riwayat hadis. Mushahidisning raviylaridan har bir odam yaqulu liman ba'dahu o'zining kishiga nima deydi? Ya fulan, ey fulani, men seni yaxshi ko'raman. Inni uhibbak. Faqul
Her namazdan kim bunda diye. Dep şunu diye. Ve yusamma el muselselu bil muhabbe. Bu ismi ne? Muselsel bil muhabbe dep atıldı. İkincisi fi ahvalil ruvatil fi'liye. Hem de ravilarniki şirketlere ait haletler hakkında kelgende nima muselsel. Ki hadis Ebu Hureyre. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi okşay mesela. Şebbeke biyedi Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem meniki kolunu geyleştirdi dedi. Geyleştirip ve kal dedi ki halakallahu'l erda yevmes sebet. Allah Teala zeminini şembe günü yarattı dedi. Fe inne kulle ravi min ruvatihi. Müşahidisinin ravilerinin her bir ravi yüşebbiku yedehu biyedir ravi. Yüzünün kolunu biyedir ravi anhu. Muşu raviden rivayet kılgan ravinin kuluğa kileştirdi ve yakulu ve dey onun mındaqdaydı. Şebbeke fulanun biyedi ve kal. Falanı men kulunu kileştirip durup mındaq degene dedi. İla ahir. İlekten gelip ila ahirihi. Ahirgi cümleler. Ve hakeza. Ve yusammel muselsel bil muşabeke. Bu hadis yani kolunu kileştiriş bilen muselsel buğan hadiste atıldı. Üçüncüsü fi evsafit tahammuli kes sema' mesela. Yani hadis tahammül ege hadiste kaçılaş, hadisini üstü geliş, yatlaş. Hadisini üstü gelişte ki sıfatlardan buğan bir sıfatını okşaş söylep geliş. Kes sema' mesela. Anlaş mesela. Mesela ne deydi o? Sahabe men Resulullah'ın anladım deydi o. Tabi'i men sahabın anladım deydi. Semiyotu deydi. Ya ki haddethana deydi. Ya ki akbarana okşaş. Ya ki şunu ama bilmem. Feyekulu kullu ravinde. Her bir ravi mesela semiyotu fulanen. Falan da anladım deydi o. Kale onun anladığını semiyotu fulanen ila ahiri. Ahir hocam şundak şekilde. Dördüncüsü fi zamanı rivaye. Yani muselsel yani rivayet kılan zaman da buludu. Mesela muselseli bir yevminde eğit mesela. Peygamber Aleyhisselam eğit günüsü bir de söz degen bolsa, aşı sahabe eğit günüsü tabi söz epegen, tabi eğit günüsü tabi söz epegen eğit günü. Malum bir günde mesela. Beşincisi fi mekani rivaye mesela. Mesela bizim şeyhimiz bizge Aşura günü eğit söz epegen. Aşura gününden muselselisini söz epegen. Beşincisi fi mekani rivaye. Rivayet kılınan makan. Yani Peygamber Aleyhisselam malum bir makanda tutup eğit söz epegen bolsa, onun kendinden sahabe aşı makanda oturup şöyle söz diyen bolsa, tabi aşı makanda söz diyen bolsa mesela. Kel muselseli bi icabeti duaya indel multezem mesela. Multezemni kaçıda, Kabe'nin kaçıdaki multezem. Multezem degen Kabe'ninki darvası bilen Erce sıfatının arasında ben multezem. Şu multezemde turup kılgan dua icabet buludu diyen hadisinde Peygamber multezemde turup sözlep begen iken. Sahabe müşahit söz diyen, tabi müşahit söz diyen. Ev nehvede ya şunu olsun. Mesela Peygamber Mecid-i Vıda'da turup Mecid-i Vıda'da tutkun söz diyen. Aşını söz diyen Mecid-i Vıda'da turup söz dise mesela. Ve faidetul muselsel. Muselsel hadisinin faydası ihtimaluhu ala mezidi dabıtı minel ruvat. Raviladın buğan ala mezidi dabıt diyen hıçamlıkniki, hadisini hıçamlaş, esli tutuş kabiliyetinin intayin ziyad ikenlikiye özçük aldıqallığında ibadet faydası var. Hukmuhu muselsel hadisinin hükmü ne verse el muselselat kallama teslemu min da'fin fit teselsul. Muselsel hadisler üzündeki aşı zencirsiman ulunuşı da acizlikten camın az nadir haletten selamet kalıdı. Köpünce halde acizlik kalıdı. Köpünce halde aciz. Çünkü bu tersde bu anda kılışı. Anda bir kıl kılışı ama kıyın işi anda sayışamaz. La fi asıl metin. Metinin asildeki mesele emez. Mesela metindeki mesele emez. Ama mesele şu senetteki. Zencirsiman muselsel ulunuşı senetteki mesele. Ama asıl metin fakat yakunu sahiyen. Metinin asli sahih buluşu mümkün. Bırak sıfatı teselsul isnadi bu isnadının zencirsiman ulunuş sıfatı kad yakunu fiha makal. Bunun belki makal buluşu mümkün. Ve ahir davana enelhamdülillahi